yaxshi bo'lib qolsa, u chaqda bu vaqtda xatolik pravos nima ish qildi bo'lsa, xatolikqa pravo berib qo'ydi-da, u chuqur bir xatolik sodir qildi. Shunga mushu nuqta hargiz ezib ketmanglar. Bu men sizlarga bugun so'zlamoqchi bo'lgan xatolik pravos. Ondan sonra xatolik pravosi nazariyasida tushunmagan narsa so'zsam bo'ldi. Siz. Undaq bo'lsa so'rab qo'yaylik ma'lum. Mushundaq bo'lsa odam har bir qitim ishni qilib, shu o'zidan rozi bo'lganda yoki bir xil hayajon his qilgan vaqtida shu o'zimizni, o'zimizga nisbatan bir xatolik pravosi berish oldida bir xavf bor deb o'ylasak bo'lamdi. Bo'ladi. Odam eng cho'ng xato qarorini qachon chiqirdi desa, xushal vaqtda chiqarib qo'ydi. Ma'lum ishni ufti qozongan vaqtlar intayin diqqat qilish kerak. Masalan, ba'zi olqish qilishga odamlar ko'p vaqtlar ichida chavak ichida yashagan odamlarda tuyuqsiz o'zi xatolik pravoz berishning miqdori sal eshib bordi. Nima ish qilgan vaqtda bular ko'p jarayonda to'xtamay chavak ichida cho'ng bo'ldi. Asli bularning asl g'oyat nishon nimasi yaxshidan bulash. Hargiz chavak emas. Ammo u chavakni yaxshidan bulash jarayonidagi erishgan chavakni o'zining eng oxirgi bir xushallik paydo qiladigan muvaffaqiyat tuyg'usi his qilib olgachqa, u balkim shu tufayli ma'lum bir o'ziga xatolik berishga, sodir qilishga yo'l qo'yish mumkin yoki shuningga intilib qilish mumkin. Shuning bilan uning aslidagi nishoni, yaxshidan bulash nishoni mushahidlam tugab ketib qolgan gap. Shunga biz chuqur o'zimizning asli nishonimiz nima edi? Bu jarayon ketib qolgan narsa bu jarayonmi yoki muvaffaqiyatmi? Mushunga diqqat qilmasak, bu nishonga hargiz berib olmaymiz. Nurg'un yoshlarning nishoni baramas sababning o'zi boshlanish yaxshi. Har qanday bir yosh inson muvaffaqiyat intilmaydigini yo'q. Ammo ham avval qila oladi buni. Ammo qilish jarayonida o jarayondagi ma'nosini tamomlab bo'lgandikilar, o'ziga darhol chekinish uchun bir qatam xatolik yo'l qo'yib qo'ygan gap. Masalan, u 3 qadam mang'andan keyin xushal bo'ldi. Xushal bo'lgan vaqtda u o'zini mukofotlaydi. Mukofotlashmasa o'ttirib berish. Ya'ni o'ttirib berish orqali o'zini mukofotlaydi. Shundan o balkim o'ttirash kunab qilib keyin mengish qo'shaqmaydigan. Hatto o'zining asli nag berishini unutib qilib, mengishni o'zining birliqi 3 qadam mengishni o'zining eng oxirgi muvaffaqiyat cheki qilib hisoblab olgan bo'lishi mumkin. Shundan u o'zini o'ttirash orqali mukofotlagan bo'lishi mumkin. Undaq bo'lsa har bir yosh shu iroda qarab, shu mangan shu yo'lida masalan har bir kichik qadamlardan, masalan muvaffaqiyat bosgan har bir kichik qadamlardan o'zidan rozi bo'lib xushal bo'lishi mumkin. Unda otadan shu o'ziga shu xatolik pravosini qanday ogohlantirish shakli orqali saqlangan bo'ldi. Yaxshi savol. Albatta u har bir bosqich tamomlaganda uni xushallik tuyg'u paydo bo'ldi. Bu tuyg'uni hargiz biz sen bunda tuyg'u bo'lmaydi desak olmaydi. Chunki bu tuyg'umi uni balkim olg'a bostirib turishi mumkin. U har qatam bir bosqichni tamomlagan xushallik tuyg'u paydo bo'ldi. Har qatam tamomlagan vaqtda u nima diqqat qilish kerak degan vaqtda o'zining asli nishoning nima ekanligini. Mushni to'xtamay o'ziga ogohlantirib turgan vaqtda u ondan qadam shuningga yaqinlab qoldi. Agar bu xil nazariyani tushunmagan vaqt bo'lsa, men bu yerdan degandek nurg'illari ma'lum bir bosqichdalar asosiyatdan chekinib yoki bo'lmasa o'zini mukofotlab qo'ygan ahvollar shakllandi. Endi men sizlarga ikkinchi nazariyani so'zlayman. Ikkinchi nazariyasimizning ismi nur chambarak effekti. Nur chambarak effekti degan nima desa, ma'lum bir xato ish borda, bizni turmushimizga, bizning taraqqiyotimizga ta'sir qilgan tusoqdan xato ish bor. Ammo buning yanında kichik bir yaxshimi bor, foyda. Nurg'a odamlar qanday qildi desa, ma kichik ishni o'ylablar, o'ziga bana tepib, ma ishkilisini biraqlam. Ya'ni ma kichikki foydali kichik ishni deb, uning ziyonli cho'ng ishni birga qilish. Masalan, bir misol ko'rsataylik. Bir uruqlashni maqsad qilayotgan, uruqlashni nishon qilayotgan bir ayol mayliq tomoqni yemaslik uchun tirishdi. Unda bo'lsa buning oldiga mayliq go'sht qashlangan, besilgan polodan birisi kelib qoldi. Shundan bu polon men yesam bo'lmaydi, men uruqlatdim, men simirib ketsam bo'lmaydi deb irodasi bo'ldi. Ammo tuyuqsiz bu polonning yoniga biz bir taqsa so'qsa yoki bir taqsa
palak yoki chinsey, ko'k, yeshil narsalarni yeshil ko'kdan qo'yib qo'ysak, bu ayol balkim buning shiklisini yeyitishi mumkin. Nima ish qilsa, u kallasini deb o'ylaydi bo'lsa, yeshil yemeklikni o'ylab, uning badniga foydaliligini o'ylab, polonimi shundan yeyitish iftini biz unum ta'sirini biz nurcham iftimiz. Bu yana qanday vaqtlar shakllandi desa, ba'zi ayollar masalan do'kon cho'glab etib 10% bas tushgan bo'lsa ma'nasini, yoki 20% bas tushgan bo'lsa, voy buni 20% bas tushdi deb balkim o'zi zarur bo'lmagan, ehtiyojli bo'lmagan narsani nurg'uni setib olib keladi. Uning kallasida bas tushganni o'zi uning bir yaxshi foydali deb nachar narsalarni biroqlam zarur bo'lmagan narsani yig'ishtirib ketdi. Eng oxirida iqtisodiy qarshi chiqdi desa, nurg'un pullarni ziyon tatgan. Yoki bo'lmasa Ba'lim odamning jiroqdan bir tuqqunga qoldi, do'stga qoldi. Bu do'stini mehmon qilish tufayli u balkim hatdan ziyoda mehmondoshlik qilaman deb balkim aroq yoki bo'lmasa tamoq qatorliqlarni birga iste'mol qilish mumkin. Yoki bo'lmasa hatdan oshgan holda pul xejitish mumkin. Endi u aslining ziyon nimasi? Ash so'rindiki uning badaniga nisbatan ziyonli bo'lgan narsalar. Biroq u nimani o'ylaydi desa, do'stini mehmon, do'stini ko'nglini olishdak, ma do'stini ko'nglini olishda, ma chungi uning badaniga ziyonli narsa. Demak bu ma'ni o'ylab turib, ma'ni iste'mol qiladi. Demek kichik bir yaxshi ish nur chechib, cho'ng bir eskishning yoki yomon odamga ziyonli ishni butunlay nur chambarak bilan to'sib o'tishi mumkin. Shunga biz buni odatda nur chambarak effekti deb ataymiz. Unda esa mening sizlarga so'zlaydigan 3-nazariyam dopaminni tushuntirish. Dopamin tushuntirishdan burun biz Montreal universitetidagi yosh psixolog James Oldning bir psixik tajribasini misol qilay. James Old bir chashqanni tajriba qilgan. Ya'ni chashqanning mingisidagi ma'lum bir yerga elektr to'lqini, ya'ni elektr simni ulash orqali asli chashqanni qo'qatmoqchi. Chunki chashqanning eng qo'rqaydigani elektr to'lqini. Endi odamni hayron qoldirgan nima bo'lgan desa, chashqanga bu elektr to'lqinni bergan vaqtda chashqan o'z elektr to'lqini erishgan yerga to'xtamay o'zini atgan. Asli tajriba qanday bo'lishi kerak desa, bu elektr to'lqin kelgan yerdan qechish kerakdi. Ammo amaliy tajribada qanday bo'lib qolgansa, chashqan to'xtamay elektr to'lqin qo'zg'algan yerga o'zini atgan. James Oldning bu tajribasi xato ishlanib, tuyuqsiz mingidagi yan bir rayonni tep qolgan. Ayni vaqtda Jamesning yakuni qanday bo'lgan desa, balkim biz bilib bilmay mushu chashqanning xushalliq tuyg'usi paydo qiladigan ma'lum ya'ni qo'zg'ayotga o'xshaymiz deb bu mingidagi bu rayonga xushalliq rayoni deb qo'yib olgan. Ammo keyin davlat psixolog His, ya'ni Tulane universitetidagi His bu tajribani odam ishlash orqali odamdimi shu mingisining ashirini g'idiqlagan vaqtda bu g'idiqlangan tarafga to'xtamay borganligi yoki shu kunupkini g'idiqlash keltirib chiqarayotgan bu kunupkini to'xtamay besayotganligini hatto holsizlangicha kunupka bosganligini bayqagan. Ammo bu odamni so'rgan, siz mush kunupkini harakatdan bosganda xushal bo'ldingizmi deganda xushal bo'lmagan. Ammo nima ish bossiz desa, xud xushal bo'ldigandek tuyulib ketgan menga degan. Unda bo'lsa, psixologlar bu tajribani taraqqidirib nimani deb chiqdi desa, mingidagi shu rayonni g'idiqlagan vaqtda mingida dopamin deb ataladigan bir neyrotransmitter deganimiz nerva signallarini tushug'ich hormon, xuddi aminokislotasi o'xshab bir tushug'ich hisoblanadi. Ya'ni nervda shakllangan signallarni. Dopamin degan narsani qo'zg'ayib turganligi. Bu dopaminning o'zining asli xushallik paydo qilmaydiganligi, ammo odamga bir xil xushallik erishadiganidek tuyg'u paydo qiladiganligini deb chiqqan. Unda odam badanidagi bu dopamin zodi odam badanida nimada paydo bo'lib qolgan? Chunki bizning badanimizga hech qanday bir suyuqlik yoki hech qanday bir a'zolarimiz yoki hech qanday bir hujayramiz ushib kelib qolgan emas. Unda dopaminning paydo bo'lishi insonlar uchun nimani zot tushuntirib beradi? Amaliyotda dopaminning paydo bo'lishi odamni harakatlantirib turadi. Uni harakatsiz holatdan harakatlantirib turadi. Dopamin bo'lmasa odam hech qanday harakat qilmaydi. Masalan, dopamin nima ish qildi deganda, tomoqni yesan xushal bo'lsan deb tomoq zo'rlaydi.
İşləsən xushal bo'lsan deb ishqi zo'rlaydi. To'y qilsan xushal bo'lsan deb to'yga zo'rlaydi. Balliq bo'lsan xushal bo'lsan deb baliq zo'rlaydi. Mashina olsan xushal bo'lsan deb mashina og'izdi. Demak, bu to'xtamay insonga xushallik to'g'risida va'da berish orqali odamni aldirmay nega boshlab bordi bo'lsa, harakatga boshlab bordi. Masalan, kilinikadagi Parkinson kasalini misol qilaylik. Parkinson kasalining alaylik nimasi? Parkinson kasalida hech qanday harakat bo'lmaydi. Shunga Parkinson kasalini davolash uchun doktorlar nima bo'lsa, dopaminni ukol qilib urdi. Ukol qilib bo'lgandan keyin Parkinson kasaliga giribtar bo'lgandan passivni turvelishdan erkak qilishga qarab maqdi. Agar bu dopaminni butunlay elevetse, masalan chashqandan kallasidan dopaminni butunlay sug'urib elevetgan. Bu chashqan nima bo'lgansa, qarab turgan. Irimchik bo'lsa-mi, uning intilish bo'lmagan, ammo irimchik yegan, huzurlangan. Ammo irimchikni oldi qo'yib qo'ysimi, uning etilib bo'lmagan. Demak, dopaminning asli odamni paydo bo'lishining asosiy sababi nimasi? Odamni bir xil xushallik va'da berish orqali ani qilsa deb uni intildirishdan darak berdi. Ammo bugun kun kelganda dopamin nimaga kirishtirib qo'yatsa, odamni ma'lum narsaga xumo qilib qo'yatdi. Ya'ni odamga to'xtamay ma'lum narsa orqali xushal bo'lsan deb va'da beryapti. Masalan, shu nurg'a yoshlarning hozir telefon o'ynash. Hozir hamma qarasa 5 ostida telefon o'ynaydi, to'xtamay telefon o'ynaydi. 1 minut telefonni ochmasa yoki bo'lmasa har xil masalan nima deb qo'yimiz qo'yalik, paranglish QQ deymiz yoki bo'lmasa undidar deymiz. Bu xil narsalarni to'xtamay tekshirishga qarab beqishga intiladi. Nima ish qilsa? Chunki dopamin ularning kallasida sen telefonni qarasang xushal bo'lsan deb va'da berdi. Ular o'zining telefonda nimani izlayotganligini bilmaydi, ammo ish qilib telefonni bir qatim izlasa, xushal bo'ldigandek tuyg'u keladi. Balkim bir atal uchir kelib qilishi yoki ma'lum odam ma'lum narsani yo'llagan bo'lish ish qilib, ularning kallasida xuddi telefonni olsa xushal bo'ldigandek his qildi. Ammo telefonni ochgan vaqt ko'rgan hech qanday xushallik paydo bo'lmaydi. Bu nereden direkt verdi olsa, dal dopaminning qo'zg'alib ketganlikdan direkt verdi. Dopamin qo'zg'algan vaqtda odam shu ishni to'xtamay qilaverdi. Bu vaqtda u xushallik his qiladi, xushallik his qilmay, faqat xushal bo'lgandek tuyg'u his qildi. Unda qandaq narsa dopamin shakllantirdi? Bu alqiliq masala. Unda bizning dopaminimiz nima? Sizni iroda qilib yutib olgan, sizni ma'lum bir pasib ketgan, nachar harakatga mubtilo qilayotgan, xumo qilib yutib olgan, shuni to'xtamay qilib atgan xatoligini bilib turibmi qilayotganda, mushning o'zimi dopaminni qo'zg'alganlik. Unda dopaminni zot nima qo'zg'aydi? Dopaminni qo'zg'aydigan narsalardan birisi odam bir xil huzur paydo qilib qo'yadigan, masalan, puroq, tattiq puroq, anandikan chiroyli narsalar yoki bo'lmasa bir odamning tattiq kulgini yoki bo'lmasa uchirlar. Masalan, boy bo'lasiz, manda qilsangiz, andaq bo'lsiz, mushni iste'mol qilsangiz siz sog'lom bo'lsiz degandek uchurlarning har qandig'i odam badanida dopamin qo'zg'aydi. Bu qo'zg'algan vaqt kishilar qanday qildi bo'lsa, shu narsani olmasa, shu narsani ishlatmasa, beyaron bo'lgandek. Shu narsani ishlatganda odamda kishilar tasvirliksiz o'zini tunib bilinmaydigan, o'zini his qilmagan bir xushallik uyushgandek to'lib ketadi. Shuna masalan bir bola yo'l ketib bordi. Uning bir qiz kulib qo'ygan bo'lsa, uning dopamin qo'zg'aldi degan gap. Bu o'g'ilda to'xtamay shu qizning telefonini so'rash yoki shu qizga gap qilish xushal bo'ldigandek, eng oxirida shu qiz bilan muhabbet to'y qilish xushal bo'ldigandek, ammo u vaqtim xushal bo'lmaydi. Eng oxirida balliq bo'lish xushal bo'ldigandek, eng oxirida va hokazolar. Mushlarning hammasi nimani qo'zg'aydi? Dopamin. Masalan, sizlar qimmat baliq do'konga kirsanglar, ba'zi do'konlarning xushpuroq puraydiganini his qilsizlar. Bu puroqlarning hammasi nima paydo qildi bo'lsa, kallada bir xil men bayatim degandek dopaminni qo'zg'aydi. Bu qo'zg'algandan keyinlar siz osh narsani olsam xo'sh bo'ldiga o'xshayman, mushni olmasam bo'lmaydi ekan degandek bir tuyg'u paydo bo'lib qoldi. Shunga bundaq tanlov do'kon kirgan chuqum buni itib olib axloqatdi. Anondan keyin basin so'msanglar, darhol dopamin qo'zg'alganda buningga qarshi chiqmoq intayin qiyin bo'ldi. Shunga esingizda bo'lsin. Sizlar mushu bularmi yoshlar, mush yashash jarayonida chuqum ma'lum narsaga xumo bo'lisizlar, ma'lum narsaga mubtilo bo'lisizlar, ma'lum narsa to'xtamay kallanlik kirib oladi. Buni har qancha chiqirib yetaysanlar, chiqirib yetmaysizlar. O'zingizga qanday tuyg'u paydo bo'lsa, xuddi ashning erishsanglar, xushal bo'lgandek his qilsizlar. Ammo bir narsani eson tutinglar. Dopaminning qo'zg'alishi hargiz odam xushallik bermaydi. Faqat xushallik berdigandek tuyuldi. Bu mundaqchini ozdirish hisoblandi. Masalan, Riyen, yosh psixolog Riyen buning rasmini ma'qul yozgan. Ya'ni buningda bir hidrogen, bir oksigen, bir hidrogen shaklida holat bo'lgan. Anada kimyoda NH2 holatda tasvirlagan. Ana ma'no tasvirni qarasanglar bir xil ozduğuchining surtida buni tasvirlab chiqargan.
Şuna sizlar mush darsdan tushgandan keyin yaxshi o'ylanib, zodi mening dopaminim nimado? Men zodi ma'lum ishqa aslida foydasi yo'q. Nemish bundaq muftla ulab qolman deb o'ylagan vaqtinglarda, andan keyin sizlar o'zingizga mundaq bir savolni qo'yinglar. Men mushni qilsam rost xo'sh bo'lamdim. Masalan, telefonni chuqur bir oq tug'uni keladi. Sizlar savol qo'yinglar. Mush oq tutsam rost xo'sh bo'lamdim degan narsani o'tirib qo'yinglar. Shu vaqtda anıldı ekan bundaq ishlardan tabiiy chekindiq ahvollar shekillanadi. Ba'zi yoshlarning masalan kompyuter uyallari xo'sh masalan kompyuter uyallariga oshqulab qoldi yoki xumavlab qoldi. Bulardan nima shekillandi desa, xud aşağı kirsa xushal bo'ldigandek, ashini o'yinimiz xushal bo'ldigandek, ashini qiyis xushal bo'ldigandek, bu bir tuyg'u bo'ladi. Shunga bu odamda tabiiy yetilgan, men bayatdan dedim-ku, odamning hayot qilish uchun, harakat uchun as yetilgan narsa. Biroq bugun kun kelganda bu dopamin bizning nurg'un ishlarga, bizning xumoq, quyosh holatini shakllantirib qo'yadi. Ondan sonra muş dopamin to'g'riliq o'zingizning tushunmagan yoki so'rmoqchi bo'lgan savolingiz olsa bo'ldi. Siz. Yaxshimisiz Alimolim? Boy dedingiz bu dopamin degan bu narsa masalan odamning shu salbiy jihatdagi roli bek ortib ketib qolgan tarafdan so'zladingiz. Buning davosimi shu aktivmiş, yaxshi taraflardan, mesela yaxshi ish qilish taraflardanmi shuni qo'zg'atib, shundan foydalanib bo'lamdi. Men bayatdan dedim, dopaminning asli xarakteri nima desa, ma'lum ishqa xushallik erisanda va'da berish orqali mingning eng cho'ng yolg'onchiligi bu-chu. Mushu yolg'onchilik orqali masalan baxtlik bo'lasan, xushallik bo'lasan deb va'da berish orqali bizni ma'lum ishqa so'rab kirdi. Unda bo'lsa, dopamindan foydalanib bo'ldi. Agar biz ma'lum bir ishdan masalan bir bal o'g'inish qilib berib qolgan bo'lsa, u o'zining o'g'inish qilib, tirishib, muvaffaqiyat qozonib, o'zining millioner bo'lgan vaqtini, tushunalami?